Assalomu alaykum. Men Yakubova Nargiza Zaripovna 10 yillik tajribaga ega o'zida shifokoriman. Hozirgi kunda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Evramed Plus ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'zida shifokori bo'lib faoliyat olib boryapman. Bugun sizlarga yoritib bermoqchi bo'lgan mavzuyimiz hozirgi kunda homilador ayollarda homiladorlik davridagi umumiy holatlari haqida batafsilroq ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Homiladorlik aniqlanganda nima qilish kerak? Odatda homiladorlik testi ijobiy natija chiqqanda darhol UZI qildirishga shoshilishadi. Bu paytda ultratovush tekshiruv orqali homiladorlik aniqlanmasligi mumkin. Bu juda ham katta muammo emas. Odatda 4-5 haftalik homiladorlikda o'zida tekshiruvi ijobiy natija berishi mumkin. 4-5 haftalik homiladorda nimalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Birinchi o'rinda o'sha homilani bachadon ichiga joylashganligi aniqlanadi. 5-6 haftalik homilada esa homila yurak urishini aniqlaymiz. Ya'ni mana shu davrda nimalarni ko'rishimiz kerak? Ya'ni homilani bachadon ichida ekanligini, yurak urishi bormi, yo'qmi bu aniqlanadi. Bachadondan tashqari homiladorlik bormi, yo'qmi? Mana shu narsalarni bizlar mana shu 5-6-7 haftalik bo'lgan davrda aniqlaymiz. Ayni mana shu davrda yana bir narsa egizak homiladorlik bormi, yo'qmi buni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 11-13 haftaligida birinchi skrining tekshiruvi o'tkaziladi. Ya'ni bu davrda homilani rivojlanish nuqsonlari bormi, yo'qmi? Ya'ni homila yaxshi rivojlanyaptimi? Buni aniqlaymiz. Burun suyagini aniqlaymiz va bo'yin qalinligini o'lchashimiz kerak bo'ladi. Bu bizga nimaga kerak? Chunki xromosomal anomaliyalar bormi, yo'qmi shuni aniqlashimiz uchun mana shu belgilar bizga juda ham kerak bo'ladi. 18-20 hafta eng muhim tekshiruv hisoblanadi. Ya'ni bu davrda homilaning barcha ichki a'zolari, bosh miya, yurak, umurtqalar, qo'l va oyoqlar, buyraklar, ichki a'zolar shakllangan bo'ladi. Va mana shu davrda homilani yo'ldoshini joylashuv va suvini ham baholashimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu 18-22 haftaligida irsiy patologiyalar bormi, yo'qmi biz buni aniqlashimizning eng erta bosqichi hisoblanadi. 30-34 haftada homila o'sishi va Doppler tekshiruvlari o'tkaziladi. Bunda birinchi o'rinda o'sha homila o'sishi, ya'ni o'sha 30-34 haftada homila vazni to'g'ri keladimi, yo'qmi? Doppler tekshiruvida esa yo'ldosh orqali qon tomirlarining kelishi, kindik arteriya va venalarida qon oqimlarini baholaymiz. Aynan mana shu Doppler tekshiruvimizda homila yetarlicha ozuqalar olayotganligini baholaymiz. Keyingi tekshiruvlarimiz bu 3D va 4D tekshiruvlar hisoblanadi. Aynan 3D tekshiruvi bu homilani tashqi ko'rinishini suratga olib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. 4D da esa homilani harakatlarini, ya'ni real vaqtdagi harakatlarini biza ko'rishimiz mumkin. Bu ko'pincha ota-onalar uchun juda ham quvonchli hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha video shaklida, rasm shaklida ko'rsatib beramiz. Lekin bu asosiy diagnostik usul hisoblanmaydi. Asosiy diagnostika usuli bu ultratovush tekshiruvi hisoblanadi. Homilador ayol qachon zudlik bilan ultratovush tekshiruviga borish kerak? Birinchidan qon ketish, ikkinchidan kuchli og'riq bo'lganda, uchinchidan harakatlar susayib qolganda, to'rtinchidan suv ketish alomatlarini sezsangiz va beshinchidan to'satdan homiladorlik belgilari yo'qolib qolganda. Mana shu paytda vaqtni o'tkazmasdan, kutib o'tirmasdan zudlik bilan ultratovush tekshiruviga borishingiz va homilaning holatini baholashimiz kerak bo'ladi. Homilador ayollarda yoki homilador ayolning oila a'zolarida shunaqa tushuncha bo'ladi: UZI xavfli, ko'p tushish zararli degan. Ya'ni mana shu o'rinda UZI xavflimi degan savolga javob bermoqchiman. Ultratovush tekshiruvi bu juda ham xavfli usul hisoblanmaydi. Ya'ni ultratovush tekshiruvi o'zi nomidan ham aytib turibdi, tovush to'lqinlariga asoslangan, ya'ni juda ham past chastotadagi megagertslardagi tovush to'lqinlari asosida bizga tasvir hosil qilib beradi. Faqatgina ultratovush tekshiruvini shifokor ko'rsatmasi bilan o'sha shifokor sizga belgilab bergan vaqtlarda va belgilangan davrlarda ultratovush tekshiruvidan o'tib turishni maslahat beramiz.
Homilador ayollarimiz eng ko'p qiladigan xatolari bu erta aniqlangan homiladorlikdan keyin tezda ultratovush tekshiruviga borish, har hafta ultratovush tekshiruvidan o'tishni talab qilish, 3D, 4D tekshiruvlarini asosiy tekshiruvlar deb o'ylash va asosiy belgilarni yoddan chiqarib qo'yish va ularga e'tiborsiz bo'lish. Bu YouTube'dagi eng birinchi videomiz bo'lganligi sababli ba'zi bir kamchiliklar bo'lishi mumkin. Videoni ko'rganingizda bizga like bosib, obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin. Biz keyingi videolarimizda mana shu savollaringizga javob tariqasida videomizni yana ham kengaytirgan shaklda sizga ma'lumotlar berishda davom etamiz.